Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hop, yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Rossiyskiy fasonda Pespramuga alyumin aldoksineo 2 qavat oynaga 22 kvadrat teras olib kelganmiz. Kvadratlari 700 mingdan chiqqan. Ruchkalari termo ruchkalarda. Ustunlarini bez chakra urib berganmiz. Xudo xolasa hammasini. Yopilishlari shotga chiqdi. 25 lik patagoniylarda. Yangi Neo'da yangi o'zining chiqqan ruchkasidan qo'yganmiz, o'qinli ruchkasidan. Bu yerda ikkita ochilish bor. Bu tomonda ham ikkita ochilishimiz bor. Eshiklarni dog'lasa yopilishlari shotga bo'ldi. Oynalari 2 qavat bo'ldi. Patagoniyalari 25 lik bo'ldi. Yopilishda bitta baho berib berasizlar. O'ta yengil dog'lasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, oddiy bo'ladi. Xizmat ko'rsatamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91. Cho'qlarni ham bir ko'rib olasizlar. Xudo xolasa.